bo'lgan emas. Allohdan uzoq bo'lib, bironta odam saodatli bo'lgan emas va saodatli bo'lmaydi ham. Chunki insonning saodati Alloh uni yaratgan islomiy fitratda turishligi bilan bo'ladi. Baliq suvda yayraydi. Suvdan chiqarib uni oltin dusiga qo'yib qo'ying, ipek yostiq dusiga qo'yib qo'ying, unda u rohat olmaydi, o'ladi. U faqat suvda yayraydi. Xuddi shunga o'xshagandek inson bolasining nafsi, inson bolasining borlig'i Allohning manhajida bo'lganda yayraydi. Undan chiqdimi, hayoti shaqovatga to'ladi. Taklifotlar. Alloh azza va jalla siz bilan bizga koinotni berdi. Aqlni o'lchov qilib, tarozi qilib berdi. Mana shu aqlni birodarlar ko'zga o'xshatsak bo'ladi. Ko'z har qancha kuchli, har qancha o'tkir bo'lmasin, yorug'likka muhtoj. Agar yorug'lik bo'lmasa, ko'z